yerda. Rahbariyat kelganda ham shu yerda. Bu yerda hozir shu odamlar kirgiziladi. Bitta ko'pchilikning xabari bor, ko'pchilik tushunmaydi. Bizlarning Allohning fazli bilan bugun shu bularning hammasini ustida telefon bo'ladi. Mana shu yerda oyatlar yoziladi kichkina qilib. Bu tomondan chiqib ketamiz. Montaj bilan bu zo'r detalli ishlanadi hammasi. Ularning tepadan ko'rinishini hozir ko'rsataman. Bu tayyor bo'lib bityapti. Ular bitib bo'ldi. Butun dunyodan tashrif buyurishadi, a? Yo, bo'ldi, o'zi mashinasi qoldi, sadoshovni. Yo, namunami? Ha. Qolgani ham chiqib bo'ladi. Bo'ladi. Chiroyliligini qara. Mana toshlarga ahamiyat beringlar, har bittasini o'zini relyefi bor. Har bittasini o'zini guli bor. Takrorlanmasdi. Hammasi tabiiy gulli. Kolonnalar ikkitalab qo'yilgan, ahamiyat bersanglar, bu juda ham katta vid beradi. Mana terilgan ustunlarni qaranglar, chiroyli. Mana asosiy maqbara. Ko'pchilik bilgan Chinor. Oldin masjid mana bu bo'lardi. Polностью hozir rekonstruksiya bo'lib, mana masjid katta bo'lib. Kolonnalar oldin taxtadan qilingan, hozir mana hammasi toshdan qilingan. 7 metrli kolonnalar. Oldin shift balandligi 4,5 metr bo'ladi. Mana 7 metrga ko'tarilgan. Hozir kichkina xonaxohdamiz. Bu yoqda asosiysi, kattasi hozir o'tgan kiramiz. Imom al-Buxoriyning xabarlari